kitoblarni, xorijiy ma'lumotlarni ko'rishga majbursiz. Adashmasam, bu yerda hozir faqat tilga qiziqadigan talabalarimiz, ya'ni biznes yaxshi rivojlanganligi sababli ham xitoy tili bugungi kunda ikkinchi o'rinda turadi. Ayniqsa ingliz tili bugungi kunda ilm-fan sohasida yetakchi o'rinda egalladi. Bugungi tarjima nazariyasi, tarixi, metodologiyasi, didaktikasi va amaliyoti masalalari mavzusidagi respublika ilmiy anjumani butun respublika bo'yicha universitetlarni qamroviga oldi. Talabalar, o'qituvchilar, dotsent, professorlar ishtirok etishdi. Toshkent davlat transport universitetidan tashqari, fan va texnologiyalar universitetidan, Toshkent perfekt universitetidan, tarjima markazlari tarjimonlari, bundan tashqari turli tarjimonlik yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar ishtirok etishdi. Bugungi konferensiya talabalarga kelajakdagi ishlariga keng yo'l ochib berdi deb o'ylayman. Tilni o'rganish metodikasini yaratish, RNN asosida adaptiv lug'atlarni o'rganish metodikasini ishlab chiqarish. Bugungi konferensiyada 4-spiker bo'lib, chet tillarini o'rganishda sun'iy intellekt vositalaridan qanday unumli foydalanish haqida gapirdim. Olimlarimiz nazariyasi qandayligi haqida tushuntirib o'tdim va ularni bir-biriga qiyoslab ko'rsatdik. Masalan, chet tillarini o'rganishda talabalarimiz gapirayotganda, so'zlayotganda va eshitayotganda nutqlarini rivojlantirishda sun'iy intellekt bizga kattakon yordam beryapti. Ulardan Memrise, Duolingo, ChatGPT hamda Google Translate hozirgi kunda eng keng qamrovli foydalanayotgan sun'iy intellekt hisoblanadi. Sun'iy intellektdan foydalanayotganda to'g'ri foydalanish yo'llarini bilishimiz kerak. Ular bizni o'sha nutqimizni rivojlantirishda, chet tilini o'rganishimizda bizga tutor vazifasini bajaradi.